Qani boshladik endi darsimizni. Xo'p, endi bugungi darsimiz ya'ni relative clause. Relative clause nima? Biz nima uchun bu kerak bizga? Mavzu clause nima? Birinchi savol. Xo'p, nima uchun kerak deymiz? Birinchi navbatda, chunki har bitta narsa, har bitta grammatika deymiz, har bitta speaking deymiz yoki har bitta writing, reading, listening, har bitta narsani biz uchun nima uchun kerakligini bilishimiz kerak. Aynan shuni orqasidan biz o'sha sababini topishimiz mumkin ekan. Aynan relative clause nima uchun kerak deymiz. Endi biz relative clause'ni qadrlovchilar, ya'ni bizaga eng hattoki ya'ni sizga ertaga writing yozayotgan paytingizdan, speaking gapirayotgan paytingizdan bu narsa juda ham kerak bo'ladi. O'shaning uchun sizlar bu narsani o'rganib olsanglar yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, relative clause birinchi navbatda bu gapning bir qismini aniqlab qo'shimcha ma'lumot beradigan kichkina gapcha. Mana shunday gapcha hisoblanadi. Ya'ni bu nima degani? Misol uchun, masalan, odatda bu so'zlar nima deb tushuniladi? Misol uchun, kim, qaysi, nima, qayer, misol uchun ingliz tilida aytyapman, o'zbek tilida aytyapman xolos. Qayer, misol uchun, qayerda deylik. Qayerda degan savollarga javob bo'ladi. Xo'p, aynan mana shu savollarga ya'ni javob bo'larkan, kim, qaysi, nima, qayerda degan savollarga javob bo'lsa, biz uchun ya'ni relative clause degan birikma hisoblanar ekan. Xo'p, u endi noundan keyin keladi, esdan chiqarmang va undan tashqari. Xo'p, endi eng ko'p ishlatadigan so'zlar qaysilar? Birinchi navbatda bizaga kim degan so'z turibdi. Ya'ni who, ya'ni biz tarjimasi nima degani bilasizki, ya'ni kim. Xo'p, qachon ishlatamiz? Ya'ni buni faqat biz odamlarga nisbatan ishlatamiz. Masalan, zaman. Xo'p. For example, deyilgan. Xo'p, zaman is talking is my teacher. Qarang. Bitta erkak men ustozimga gapiryapti, deyapti. Qarang, endi bu yerda the man is talking is my teacher deb bu yerda endi bitta savol turibdi. To'xtang deysiz. Misol uchun birinchi navbatda the man ikkita gap bo'lish kerak. Misol uchun qarang. Birinchi navbatda buni bo'lib olaylik. The man deyilgan. The man is talking. Bitta erkak gapiryapti. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas, ha? The man is talking. Bu yerda aytayaptiki, bitta odam, erkak gapiryapti. Kimga? Biror bir shaxsga nisbatan gapiryapti. Endi qarang, ikkinchi gapimiz turibdi. Aynan shu erkak deyapmiz, yoki he deb aytsam mumkin, yoki she, farqi yo'q, ha? He is my teacher. Ikkinchi gapimiz nima bo'lyapti? U mani o'qituvchim. Bitta odam gapiryapti, u mani o'qituvchi. Endi shu narsani biz nima qilishimiz kerak? Ya'ni bog'lovchi shaxs ishlatishimiz kerak. Qanaqa qilib ishlatiladi? Masalan, sizlarga aynan shu narsani tushuntiraman. Endi qarang, ikkita asosiy, ya'ni ikkita bir-biriga bog'liq gap turibdi, ammo bitta narsani esdan chiqarmang. Bu yerda ikkala gapdan bog'lash uchun biz ya'ni who so'zidan ishlatishimiz kerak. Qanaqa qilib? Misol har bitta to be'larni birgalikda ishlatamizmi? Yoki har bitta fe'lni birgalikda ishlatamizmi? Yoki har bitta nounni birgalikda ishlatamizmi? Ana shu savolga javob berishimiz kerak-da. Qarang. Zaman turibdi. Xo'p. Qarang, bitta erkak deymiz, ha? Qarang, who ana shu joyda who is talking is my teacher. Is my teacher desak, aynan bu yerda gap to'g'ri bo'ladi. Qarang,
Bitta erkak gapiryapti meni o'qituvchimga. Aynan tepadagi gapda qarang. Ya'ni simple so'zlar bor-da, ya'ni simple so'zlar degani oddiy, ya'ni oddiy so'zlar bor. Masalan, bitta odam gapiryapti. U meni o'qituvchim deyapsiz. Ya'ni har bitta gapni alohida bo'g'inlab ishlatadigan bo'lsangiz, bu yerda ya'ni simple word deyiladi. Simple wordlarni, simple sentencelarni siz gapni ishlatadigan bo'lsangiz, ertaga natijangiz juda ham past bo'lib ketadi. Ya'ni sizning natijangiz hech qachon B2 ga o'tmaydi. Eng ko'p B1 ga o'tadi xolos. Agar siz ya'ni relative clauselarni siz birgalikda ishlata olsangizgina siz o'sha joyda yutib ketasiz va sizning natijangiz B2 dan C1 ga o'tadigan darajada bo'lib qoladi. Mana shuning uchun hurmatli o'quvchilar, biz uchun mana shu narsalar kerak ekan. Qarang. The man is talking. Bitta gap, he is my teacher. U meni o'qituvchim. Ikkinchi gap turdi. Aynan bu gapni bog'lashimiz kerak. The man who is talking is my teacher. degan desak agar shu yerda ya'ni gapimiz o'zidan o'zi to'g'ri bo'lib ketar ekan. Buni esdan chiqarmang. Aynan bu yerda nima uchun who'ni ishlatyapmiz? Misol uchun aynan shu yerga testlarda qanaqa holat keladi? Misol uchun 3 ta nuqta keladi-da. Misol uchun a javob deydi. Xo'p. Hozir ham. Xo'p. Bir minut. Qarang. A javob deydi. Misol uchun sizga a javob who, B javob were, C javob which. Endi bu yerda javob qaysi biri bo'ladi? Misol uchun birinchi navbatda aytadi, ko'p kishi aytadiki, misol uchun who deydi. Albatta, chunki bu yerda hozir bilib turibsiz-da, o'shaning uchun who deb aytishingiz mumkin. Ammo bilmaydigan odamga qiyin bo'ladi. Misol uchun bitta odam gapiryapti, nimani degan savolga, misol uchun agar shu yerga what so'zini ishlatsak, agar abzatdan ko'p kishi aytishadi, ya'ni the man what is talking is my teacher deb bemalol gapni olish mumkin-da. Aynan bu yerda eng katta xato shunday hisoblanadi. Chunki ma'no jihatdan, ya'ni birgalikda ketadi deb o'ylaydi. Ammo yo'q, bu yerda grammatik jihatdan bizlar uchun kerak. O'shaning uchun javobimiz, ya'ni who degan so'zni ishlatar ekanmiz. Chunki bu yerda noun, ya'ni bu yerda man degan so'z odam turibdi, ya'ni shaxs. Agar bitta shaxs bo'lgani uchun biz who so'zni aytyapmiz. Shuni esdan chiqarmang. Hali darsimizning oxirida sizlar bilan test ham yechamiz. Xo'p. Endi qarang. Ikkinchi holatda. Masalan, ikkinchi holatimizda, ya'ni whose degan so'zni tushundingiz-a? Endi ikkinchi holatimizda hozir. Ya'ni whom so'zi bor. Whom emas, ikkinchisi which deylik. Which degani birinchi navbatda, ya'ni qaysi deb tarjima qilamiz? Qaysi deb tarjima qilamiz? Xo'p. Va ikkinchi navbatda narsa va hayvonlarga nisbatan ishlatamiz. Hayvonlarga nisbatan ishlatamiz. Xo'p. Endi biz aytamiz, whichni siz bilasiz, qaysi degan ma'noni siz bilasizda, ammo qaysi va narsa va hayvonlarga nisbatan. Endi qarang, hayvonlarga nisbatan aytyapman, bekorga emas, chunki jonli bo'lgan narsalarga nisbatan, misol uchun ilon deyishimiz mumkin, mol, ho'kiz, boshqa hayvonlarning har qanaqa turiga nisbatan siz bemalol whichni ishlataverasiz va narsa buyumga nisbatan ham, ya'ni siz which degan so'zni ishlatar ekansiz. Xo'p. Misol uchun endi buni ikkinchi holatni bitta misol qilib ishlatamiz. Masalan, the book which I bought is interesting. Xo'p. Bitta kitob deyapsiz-a? Masalan, the book deyapsiz, I bought ismi. Masalan, agar shu yerda qarang. The book. Asli gap qanaqa? The book bought. Bitta kitob sotib olindi. Do'kondan deyishim mumkin. Yoki ikkinchi gap. The book is interesting. Bitta kitob, bitta xohlagan, misol uchun e-book deyishingiz mumkin, z-book deyishingiz mumkin. Xohlagan kitobni olib turib, misol uchun qiziqarli. Ko'ryapsizmi, bu yerda gap ikkita bo'lyapti. Ikkita bo'lgani uchun ham siz nima deyapsiz? Ya'ni ikkita gapni siz bitta gap qilib ishlatyapsiz-da, chunki testda yoshingiz, ya'ni topishingiz uchun. Misol uchun agar shu joyda mana qarang, which so'zni ishlatyapti. Nima uchun whichni so'zni ishlatyapti? Chunki bu yerda undan oldingi gapga e'tibor bering. Qarang, book so'z turibdimi?
agar bu yerda sizgada misol uchun ya'ni place bo'ladigan bo'lsa yoki who misol uchun odam bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Albert Einstein deb yozib qo'ysangiz ham, misol uchun Shekspir deb yozib qo'ysangiz ham, bu yerga ya'ni siz whichni ishlata olmaysiz. Nima uchun? Sabab bu yerda agar odam bo'ladigan bo'lsa, siz bilasiz, ya'ni who degan so'zni ishlatishingiz kerak ekan. Ammo bizga who degan so'z hozir kerak emas, chunki bu yerda the book turibdi, ya'ni narsa buyum. Book turibdi. Agar bookni joyiga sizga yana bitta holat, ya'ni hayvon, misol uchun the lion deydigan bo'lsangiz, misol uchun the lion, misol uchun sher deydigan bo'lsangiz, yoki boshqa hayvonlar turini xohlaganini ishlatadigan bo'lsangiz, bu yerda nima ishlatasiz? Which degan so'zni ishlatasiz. Shunga e'tibor berishingiz kerak ekan. Xo'p, keyingisi. Endi. Xo'p, which bo'ldi. Xo'p, endi keyingisi were ishlataylik. Were. Xo'p, were bilasizki qayerda deb tarjima qilamiz. Qayerda va qayerga deyilgan va qayerga deb tarjima qilamiz. Xo'p, endi qarang. Buni nimaga nisbatan ishlatadi? Ya'ni joylarga nisbatan. Buni ya'ni joylarga nisbatan is yo'q.